Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'urlar. Hammalarniki mushat xeyirlik bo'lsin. Bugun ishtiklam chiqishni niyat qildim deganda, chunki deganda bir xabar ko'rdim. Erkin Asa radiosi bir xabar chiqiribdi. Bu xabar vatandagi san'atkorlar, naqshchilar yoki masalan bizning kichik vaqtimizda Asqar Xo'ylan deb bildigan naqshchilar to'g'riliq bular xabar ishlabdi. Xabarda amaliyotda bu naqshchilarimiz mustaqillik talpingan degandek bir ma'no chiqirib, vatanda o'zi Amerikada bular issiq o'tgan deyotdi qarindoshlar. Issiq sho'rpisini ichida miyada pochoqni qashlab o'tirib qildigan ish topolmay vatanda aran mush bir ashnim deymiz hamda azroq bir ketib qolsa kamplar kirkitadigan uyg'urlar to'g'riliq xabar ishlab bular mustaqillik talpingan degan xabar ishsa qarindoshlar bu bizning vatandagi Xitoylar tarafidan texi o'ltirilmagan Uyg'urlarni Xitoylarningki nishon taxtisiga o'tirib berib, "Maningga sen urdiganga, o'ttirdiganga yoki bo'lsa akib ko'ydiradiganга sen bani topolmagandan, men senga bir bani tepib beray" deb Amerikada o'tirib, vatandagi Uyg'urlarning aytgan naqsini mustaqillik talpindi deb xabar ishlash bu qandaylik vijdonsizlik qildigan ish topolmay qolgan bo'lsang biz tepirli xabarni masalan Turkiya tutilgan Uyg'urlar to'g'ri xabar ishlasang bo'ldi. Xitoylar Temo, Shein qatorliq markalar orqali burun ma'u Uyg'urlar Amerikaga bevosita mal sog'an bo'lsa konteyner bilan hozir bevosita xalq mal selyotdi. Yeni Xitoylar Uyg'ur ishchiga qarshi qonunni buzish uchun bir-birlab mal selyotdi. Va xabar ishlamaydisan, kallangni ishlatsang xabar bor. Lekin vatandagi Uyg'urlarni o'limga tutib berish qanday ish bu? Qanday bir xabar bu qarindoshlar? Shunga men endi butun dunyodagi Uyg'urlarga qilgan bir tavsiyam Erkin Asya radiosiningki ma vatandagi Uyg'urlarni hedef taxtisi deymiz Türkçe. Nişan taxtisiga Xitoyga o'ttirib berib Xitoyga Uyg'urlarni o'ltirdiganga bani tepirdigan buni bizning san'atkorlarimizni manda ishlarni, manda xabarlarni ishlamasin qarindoshlar. Bo'lsa, ashaydigan noroziligimizni bildirli. Bular Amerikada rahat o'tirib hukumatning maashi yetgan bilan vatandagi Uyg'urlarni o'ttirdi qarindoshlar. Shunga shu Erkin Asya radiosiga men bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Amerikada yashayotgan xabarni o'chirib bitishni, bundan keyin qishmaga yana qashlab vatandagi Uyg'urlarni shunda Xitoyningki kamplarga tutib bermasligini umid qilaman qarindoshlar. Bu xabarni o'chirishni tavsiya qilaman. Allohga omonat.